Hammaga salom. O'sha Olmakanga qo'yib bergan stanogimizni ishlatib berish jarayonidan videolar tayyorlayapmiz. Siz ungacha podpiska bo'lib yurakdan qiziqib qo'ying. Videolarni davom ettiramiz. Videolarni xo'sh, bloklarni umuman to'ldirib tashlashibdi mana. Chotka qilib. Sizlardan so'rasak, o'rtacha 5 mingta qo'yamiz deyapti. 2 mingta, 3 mingta ortayamiz deydi. Bu stanogimiz 12 talik stanoglarda, 12 talik stanoglarimiz o'rtacha 3,5 terminal 5,000 6,000gacha quyish imkoniyatiga ega. 280 volt ishlaydi. Shitlarimiz bo'lsa, mana shitlarimiz elektr shitlarimiz Chint original hisoblanadi. Hammasi Chint. Shitlarni ham o'zimiz yasaganmiz. Bu yangi model hisoblanadi. Zanjirli modellarimiz. Bu troslardan ancha yaxshi, cho'zilmaydi, uzilmaydi. Bu ish sifatiga albatta ta'sir qiladi. Bu xuddi shunday bu 4 ta qo'yganmiz, buni ligirovka baland pastligini ligirovka qilib beradi. Bu ham shu ligirovkalarimiz ish sifatiga ta'sir qiladi. Mana blokchilar. Qatorni qaranglar, qatorda. Standart soldatchada turibdi. Bu videolarimizda drabilkasi bor yoki shunga o'xshagan shu biznes shug'ullanmoqchi bo'lgan akalarga, tanishlarga jo'natib qo'yinglar, manfaatli bo'ladi. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun albatta kommentariyalarga fikrlaringizni bildiringlar. Salomat bo'lasizlar, charchamanglar.